Assalomu alaykum hammaga. Havamiz sovib ketdi. Xudo xolasa mana kech bo'lishiga qaramasdan biz ishdamiz. Katal o'rnatib berdik akamizga. Ko'mirlik katolimizdan Feder o'zimiz Anjonli akalarimiz yasagan. Xo'p, bu katolimiz 250 kvadrat maydonga moslashgan. Biz 200 kvadrat to'pli polga oldik. Xo'p, bu katolimizni xususiyatlari tagidan yonadi. Asosan ko'miri nijniy горение deb qo'yadimi? Shunaqa holatda yonadi. Ochib yuqoridan ko'rsataman. Mana tag tomonida yonyapti. Tepasida chunki ko'mir bor. Mana shu holatda. Xo'p, katolimiz atroflari steklovata qoplanib, tunika bilan utuplit qilingan. Bu korpusining ustidan yana bir qavat tortib, tunika bilan tekis qilib, akkuratlik bilan ishlash beribdi. Chiroyli holatda. To'pli polimizga hozir mana 60-65 gradus podacha ketyapti. Bu yerda obrotkamiz 50. Yaxshi holatda qaytyapti. Ikkita vetka kollektorimiz bor. 3-vetkamiz zapas keyingi qo'shiladigan uylar uchun qilingan. Ocha sistema qilganmiz, ko'mirlik uchun katolimiz. Xo'p, mana shu holatda yoqib qo'yganmiz. Ishlab turibdi. Ham katolimiz usti sendwich qilib tuplet qilingan. Mo'rimiz ham shunaqa holatda 6,5 metrga chiqardik. Bu ham usti steklovata o'rab, yana bir qavat tunika tortib, shunaqa chiroyli holatda mo'r chakkalarimizni yasashib berdi. Ularda ham xudo xolasa nomerlarini qoldirib o'tamiz. Yaxshi chiroyli ish qilishadi ekan. Ko'mirni kondensati oqadi deb atstoyni qildirib, orqasiga mana shu holatda vintel svarka qildirib qo'ydik. Svar shakllarimiz o'zi atstoyni qoldirgan, biz tagiga vintel qilib qo'ydik. Ko'mirni kondensati saqichi oqib pastga tushib ketaveradi. Katolga zarar yetkazmaydi. Yonishlarida tagidan yonadigan uslubda bo'lgani bilan yonishlarida gap so'z yo'q. Katol yaxshi holati. Xudo xolasa hech qayerdan tutab havo tortadigan holatlar bo'lmayapti. Yana hozir ko'mirdan purab kelganmiz. Pastda 65 ga chiqdi. Holati juda yaxshi, chiroyli. Mana shu holatda qo'yib berdik.